Yana bir mijozimiz boshlanish to'lovi bilan 181 million chegirmaga ega bo'ldilar. Assalomu alaykum barchaga. Bugun boshlangan kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Qahramon aka, to'ychi aka, ya'ni katta o'g'illariga o'tgan safar xonadon xarid qilgandilar va bugun ham kichkina o'g'illari uchun xonadon xarid qilish uchun keldilar. Va yana nima uchun aynan Elite Building qurilish kompaniyasini va Elite Building qurilish kompaniyasini aynan Orifon loyihasidan xonadon xarid qilganliklar haqida batafsil o'zlaridan so'rab o'tamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Nima uchun aynan Elite Building qurilish kompaniyasini tanladingiz? Men katta o'g'lim shu yerdan o'ranni eshitdim-u. Kelib shaharlarni ko'rdim, qurilish maydonlarini ko'rdim, ish jarayonlarini ko'rdim. Bu kompaniyani tanlashimdan maqsad ularni qurgan uylarini ham borib ko'rdim. Hozir qurilayotgan fundamentlarini ham ko'rdim. Bu menga shu ish jarayoni sifatliligi bilan, tez qurilishliklari bilan yoqdi. Joyi mana qurilishda quriladigan uyni oldiga xususiy maktab qurilar ekan. Mana shu taraflari juda menga yoqdi. Chunki etajga turib men kelajakka mana shu xususiy maktabda nabaralarimni o'qitib, vatan uchun xizmat qilishga tayyorlashga shu maqsadlarni ko'zladim. Demak, o'sha Orifon loyihamizni ham tanlashingizdan maqsad shu maktab bog'chalari, yana boshqa qulayliklar borligi uchun. Qulayliklari borligi uchun, ham qurilishlari sifatli, ham qurilish jarayonlari tez. Yaxshi, rahmat. Tez. Men hamma firmalarni tekshirib chiqdim, analiz qilib chiqdim. Bitta shu Orion Building, Eltona Building bunavi firmasi tez qurib bitirgan ekan. Qayerga uy boshlagan bo'lsa, birinchi navbatga shular bitirgan ekan. Shularni sifatli qilib shular bitirgan ekan. Shu hisobdan shu tanladim, shu firmani tanladim. Ma'qul tushdi men. Bizni tanlaganingizdan xursandmiz aka. Rahmat. Xo'p, qolgan hali mijozlarimiz uchun, hali xonadon xarid qilmagan mijozlarimiz uchun nima tavsiya bera olasiz? Men tavsiya berayotganim, men endi yoshim 70 ga kiryapti. Har kimning ixtiyori o'ziga. Mani maslahatim, kimda kim uy oladigan bo'lsa, mana bu kishilarga ham shu yer taklif qildim. Mana shu yer taklif qilaman. Elite Building qurilish kompaniyasi. Mana shu kompaniyani taklif qilaman. Ishi ham, oldin qurgan uylari ham hammasi sifatli. Chiroyli. Aka, bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Mayli, rahmat. Charchamanglar. Sog' bo'linglar, sizlar ham salom aytib qo'yasiz. rahmat, sizlar ham charchamanglar xalq uchun. Imorotlarni qurib beraveringlar. Savobi sizlarga yetadi o'zi. Ichaksa duo qilamizda, shuni qurganga, bitirganga umri uzoq bo'lsin. Deb turib, duo qiling o'zingiz. Ilohi omin. Mana Ramazon oyida sizlarning ishlaringizga birinchi navbatda sizlarning ishlaringizga rivoj, kuch-quvvat tilayman. Uni Allohdan ham so'rab qolaman. Doimo bizning qo'limiz duoda charchamanglar. Xalqimiz uchun xizmat qilaveringlar. Xalqdan duosini olinglar degan men shu maslahatni ham beraman. Xudodan, Allohdan shuni so'rab qolaman sizlarga.